Biz ishlayapmiz har doimgidek soat 9:15. Hozir tezgina uyga ketamiz. Ishdan keyin men bilan birgalikda qachondir menga ishonmagan, qaranglar. Shunaqangi ishimni yaxshi ko'rib ketaman. Bu odamni yoki sevaman, menga shunaqa imkoniyat berganlari uchun. Hozir meni yonimda bo'lib, qachondir qo'y ipolmaysan, qo'y degan inson bilan hozirgi kunda meni ko'rib turibsizlar, menga yordam beryaptilar. Behisob hammani yonida minnatdorchiligimni bildiraman xo'jayinlarga. Chunki bu kishi bo'lmasa edilar, meni podдержкалari bilan meni podдержка qilib, sen iplaysan. Hozir ham qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar boshimdan nimalar o'tmadi, bitta Alloh bilan bitta shu odam biladi. Shuncha paytdan beri yonimda bo'lib turib, negativdan ham, hozirdan ham minnatdorchiligimni bildiraman. Ishimiz zo'rki, qaranglar, o'zingiz guvohsizlar.